Demak, bugungi mavzumiz bo'lar ekan, davomi tok kuchini bajargan ishi va quvvati. Hop, biz ko'radigan bo'lsak, demak, birinchi o'rinda tok kuchini ishi. Biz bilan 3-mavzu ko'rganmiz. Zarar harakatlanganda bajargan ishi, zarar ko'chishi bajargan ifodalarni ko'rib chiqadigan hammasi. Xuddi o'shani ifodaga beramiz. Ya'ni A teng Q U da kelgan bo'lsa, bizda Q deganimiz o'zi zarar miqdori. Q teng I taqsim T, ya'ni vaqt birida oqib o'tgan zarar miqdorimidi? Hop, bu yerdan Q topganimizda Q teng I ko'paytirilgan T bo'lib qolar edi. Men o'sha Q o'rniga I ko'paytirilgan T qo'yib qo'ygan bo'lsam, A teng I U T bo'lib qoldi. Bu bizda tok kuchining bajargan ish sifatida olinadi, ya'ni zanjirda o'tayotgan tok. Hop, ana endi men mana bu yerdagi I ni zanjirning bir qismi uchun o'ng qon, ya'ni U taqsim R dan foydalanib kelgan bo'lsam, buni o'rniga U taqsim R qo'yganimda A teng U kvadrat taqsim R bajargan T ifodaga keladi. Men mana U o'rniga o'sha o'ng qonundan U teng I R degan formulani qo'ygan bo'lsam, A teng I kvadrat R degan xulosaga keladi. Bu bizda bo'ldi. Umuman olganda tok manbaini bajargan ish sifatida ko'rsak bo'laveradi. Endi biz buni tashqi zanjirda, ichki zanjirda va umumiy tok manbai, ya'ni zanjirda, butun zanjirdagi ish sifatida ko'rgan bo'lsak, tashqi zanjirdagi elektr tokni bajargan ishini ko'rgan bo'lsak, tashqi zanjirdagi ish ketyaptimi? Bo'ldi. Tashqi zanjirda qarshiligi va o'shanga uchragan kuchlanish bo'ladi. Ya'ni birinchi I U T ga olgan bo'lsam, I U T faqat I ni U ni U olyapmiz. Tashqi zanjirga tushayotgan kuchlanish shuni olyapmiz. I kvadrat RT o'sha tashqi zanjirda qarshini olyapmiz. U kvadrat taqsim RT bor edi, faqat uni qaysi qismini olyapmiz? Tashqi zanjirga tushayotgan kuchlanish shuni olyapmiz xolos. Endi ichki zanjir esa, ya'ni o'sha tok manbaning o'zi ichki qarshi bo'larmidi? O'sha ichki qarshiga ham nima qilar ekan? O'ziga energiya iste'mol qilib turib ish bajarib qo'ygan. Ya'ni bu bizda A ichki bo'layotgan I U T ifodamiz I U T, faqat uni qaysi qiymati? Ichki zanjirga tushayotgan kuchlanish shu. I kvadrat RT, RT qanaqa qiymati? Ichki zanjir uchun qiymati. U kvadrat taqsim RT, uni ichki zanjirga tushayotgan kuchlanishi va ichki zanjirni qarshiligini olamiz, ya'ni tok manbaini ichki qarshiligi. Ana endi tashqi ichini ko'rdik, endi to'lash, tok manbaini butun holatda zanjirni bajargan ishi sifatida ko'rgan bo'lsak, tok manbaini bajargan ishi yoki to'lash sifatida ko'ryapmiz. A to'la teng I U T edi. U bizda tok manbaini umumiy kuchlanishi nima deganmiz? Elektr yurituvchi kuch, ya'ni EUK edi. Shuning uchun I EUK T. Keyingisi U kvadrat taqsim R ko'paytirilgan T'midi? U bizda to'la zanjir uchun EUK kvadrat, umumiy qarshiligi R plus R kara T sifatida olamiz. Keyingisi I kvadrat R T edi, R ga faqat ikkalasini mas'uliyati yig'iladi. Umumiy qarshilik. Demak, bu to'la zanjirdagi ish bo'ldi. Ya'ni tok kuchi bajargan ish. Hop, keyingisi elektr tokining quvvati. Biz quvvatni mexanikada ko'rgandik yoki bo'lmasa molekulyar fizikada 19-masalalarda ko'rgandik. Quvvat, esingizda bo'lsa. Quvvat degani vaqt birikishida bajargan ishga quvvat deyiladi. Ya'ni P teng A taqsim T. A bizda bajargan ifodalari, T esa bizda bo'lyapti vaqt. Bo'ldi. Endi A bajargan ishga mana bu yerdagi ifodalarni bitta qo'yib chiqsam va shularni men T ga bo'lib chiqqanimda I U T ni T ga bo'lsam I U, U kvadrat taqsim R U kvadrat taqsim R ko'paytirilgan T ni T ga bo'lsam U kvadrat taqsim R, I kvadrat R T ni T ga bo'lsam I kvadrat R bo'lsa, ya'ni bizda quvvat ifodalari tok manbaini quvvat. Bo'lsam tok kuchining quvvati. I U kvadrat taqsim R I kvadrat R hisobda bo'lsa, ya'ni P teng shuni olinadi. Ya'ni quvvat birligi nimadan olinadi? Joule energiya. Watt, kilowatt, megawatt hokazo. Bu biz bo'ldi quvvat ifodalari. Endi bu quvvatni ham xuddi mana bunday qismlarga bo'lib chiqaveradi. Tashqi zanjirdagi quvvat, ichki zanjirdagi quvvat va hokazo qilib. Xo'p, ana endi o'sha quvvatni ham tashqi va ichki zanjirlar uchun qiymatlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, tashqi zanjirdan ajralgan quvvat, ichki zanjirdan ajralgan quvvat va to'la quvvatni ko'rib chiqamiz. Tashqi zanjirdan ajralgan quvvat ko'rib bo'lsak, P tashqi teng A tashqi zanjirdagi ish taqsim T. Xuddi o'sha tashqi zanjirdagi ishni vaqtga bo'lib chiqqanda I kara U R tashqi zanjirdagi kuchlanish, I kvadrat kara R tashqi zanjirda qarshiligi, U kvadrat taqsim R faqat R uni qaysi qiymati desam, tashqi zanjirga tushayotgan kuchlanish shu bo'lyapti. Endi ichki zanjirdan ajralgan quvvat qanday bo'lsa, P ichki teng A ichki zanjirda bajargan ish ifodalari o'ta bor taqsim T. Ular bo'lganda I U, ya'ni uni qaysi qiymati? Ichki zanjirga tushayotgan I kvadrat R ichki zanjir, U kvadrat taqsim R faqat uni qaysi qiymati? Ichki zanjir va ichki zanjirning qarshiligi. Endi to'la zanjirdagi ish quvvat qanday bo'lsa, o'sha to'la zanjirdagi ishni vaqtga bo'lsa bo'ladi. Erta ko'rdik bundan oldin. I EUK T edi, T ketadi, I EUK U kvadrat taqsim R edi, U kvadrat o'rniga EUK, chunki to'la zanjir uchun EUK olamiz, R plus R. I kvadrat R edi, R o'rniga R plus R bo'ladi. Bu bizda bo'ldi, to'la zanjirda ajralgan quvvat bo'ldi. Ana endi keyingisi bizda bo'lar ekan. Bilamizki, o'tkazgichlardan elektr toki oqib o'tganda ularda qizish kuzatiladi. Real holatda bor, o'sha kabellar qizish kuzatiladi, masalan, rozetkalar qizish kuzatiladi. Bu vaziyatda nima bo'lasak, o'sha kelayotgan elektr energiyasini qandaydir qismi nima bo'ladi? Qizishga saflanib, qolgani foydaga ketaveradi. Ya'ni shu nimaga iste'molchiga ketaveradi. Endi o'tkazgichdan elektr toki oqib o'tganda ajralib chiqqan issiqlik miqdori yoki bo'lmasa biz buni
Joule Lenz qonun ko'ramiz ekan. Buni mana shu ikkala olim o'rgangan, bir paytda bo'lmasa ham har joyda, lekin bir xizmat olishgan. Mana shu I tokimiz R o'tkazishdan o'tyapti va biror T vaqt davomida undan nima ajralyapti? Quvvat miqdori sirli ajralib chiqadi. Bu zanjirda qancha ish bajarsa, shuncha miqdorda sirli ajralib chiqadi desa bo'laveradi. Shuning uchun biz Q teng I UT, I kvadrat RT yoki U kvadrat taqsim R kvadratiga desam bo'laveradi. U ish bilan bir xil ifodalarga ketaveradi. Keyingisi tok manbayining foydali ish koeffitsiyenti. Foydali ish qaysi bo'lar desak, tashqi zanjirmi, ichki zanjirmi, to'la ishmi bizda? Foydali ish desak, tashqi zanjirdagi bajargan ish bizda bo'ladi foydali. Chunki biz mana shu tok manbayiga nima ulab turib, elektr qurilmalar ulab turib, biz undan foydalansak, bizga foyda bo'ladi. Shuning uchun tashqi zanjir bizda doim foyda ketadi. Shuning uchun men teta teng A foyda taqsim A to'rtga berilgan 100% deyapman. Foydali ishga I UT, ya'ni tashqi zanjirdagi taqsim I EUKT. I UT ni faqat to'lash uchun olyapman. T'lar iliq hisobga ketganda U taqsim EUK qoldi, ya'ni teta teng U taqsim EUK ga berilgan 100%. Bu bizda bo'lar ekan tok manbayining foydali ishga koeffitsiyenti. Yoki masalan men foydali ishga I kvadrat RT olaman, xuddi shuni to'la zanjir olganda I kvadrat R plus R karata bo'ldi. T'lar iliq hisobga ketgan vaziyatda nima bo'lyapti yana? Teta teng R taqsim R plus kichik R berilgan 100%. Bu bizda bo'ldi tok manbayining foydali ish koeffitsiyenti bo'ldi. Ikkita ifodasi bor bu demak. Endi buni masalalarni ishlasalar yana ham tushuncha oz bo'ladi. Xudo xolasa keyingisida davom etamiz. Uyga vazifa ikkala mavzu ishlab kelish. Goodbye.